Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensionerlarga tegishli to'lovlar. Avgust oyida 1 million so'm va 6 million so'm degan gaplar nimani anglatadi? Kim o'lishi mumkin? Kim o'lolmaydi? Qanday hujjat kerak bo'ladi va eng muhimi, odamlar qaysi joyda xatoga yo'l qo'ymoqda? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va yaqinlariga tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi hujjat ortidan yugura olmaydi. Lekin oiladagi bir kishi to'g'ri yo'l ko'rsatsa, pul o'z vaqtida olinadi. Men sizlardan iltimos qilaman, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu xabarni ota-onangizga, qo'shningizga, mahalladagi yoshi ulug' insonlarga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Avvalo, eng muhim narsani aniq aytaman. Odamlar orasida 1 avgustdan hamma pensionerga ilk yili 1 million so'm berilar ekan. Avgustda 6 million so'm tarqatilar ekan. Pensiyaga qo'shimcha pul avtomatik tushar ekan degan gaplar yuribdi. Men bunday xabarlarni ko'rganimda doim birinchi navbatda savol beraman. Bu pul aynan qaysi to'lov, qaysi qaror asosida kimlarga qanday shart bilan beriladi? Chunki davlat to'lovlarida eng muhim narsa shu. Hamma gap miqdorda emas. Huquqda va asosda. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar asosan oylik pensiyasini belgilangan jadval asosida olardi. Kimdir bank kartasiga oladi. Kimdir pochta orqali uyiga yoki mahalladagi tarqatish tartibi bo'yicha oladi. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, nafaqalar yoki bir martalik moddiy yordamlar esa alohida tartibda beriladi. Ya'ni har bir pensionerga bir xil miqdorda pul berilmaydi. Bir kishining yoshi, pensiya turi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqomi kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turishi, ijtimoiy himoya reyestrida bor yo'qligi, mahalla tavsiyasi va boshqa omillar muhim bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, ko'plab to'lovlar raqamlashtirilmoqda. Ya'ni odamning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi, bank, soliq, mahalla, ijtimoiy himoya tizimlari orqali tekshiriladi. Oldingidek faqat ariza berdim, kutdim degan tartib emas. Bugun hujjatdagi bitta xato pasport ma'lumotidagi mos kelmaslik. Bank kartasi faol emasligi yoki yashanish manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan to'lov ketishiga sabab bo'lishi mumkin. 1 million va 6 million so'm haqida gap ketganda ham men tomoshabinlarga shuni tushuntiraman. Bu raqamlar turli holatlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, kimdadir bir oylik pensiya miqdori 2 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Kimdadir kechiktirilgan to'lov, qayta hisob-kitob, bir necha oylik farq yoki bir martalik yordam jamlanib 6 million so'mga yetishi mumkin. Lekin bu hamma pensioner avgustda 6 million oladi degani emas. Mana shu farqni tushunish kerak. Endi men masalan oddiy qilib bo'lib tushuntiraman. Birinchi savol, kim xavotir olish kerak? Agar siz pensioner bo'lsangiz va oxirgi oylarda pensiyangiz miqdori o'zgargan bo'lsa, qayta hisob-kitob bo'lgan bo'lsa, ish tajribingiz bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz yoki pensiya vaqtida tushmayotgan bo'lsa, albatta tekshirib ko'rishingiz kerak. Chunki avgust oyidagi to'lov aynan shunday holatlar odatdagi oylik pensiyadan farq qilishi mumkin. Ikkinchi savol, kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil kunda, bir xil miqdorda tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda va pensiya tizimida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilmasangiz ham bo'ladi. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki pensionerlar orasida eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam hammasi joyida deb yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, karta muddati tugagan, pul tushgan bo'lsa ham yechib olinmagan yoki pensiya boshqa hisob raqamiga yo'naltirilgan. Endi misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner opa 1 500 000 so'm atrofida pensiya oladi. U kishi eshitadi, avgustda 2 million beriladi. Opa o'ylaydi, demak qo'shimcha nega? 5 million beriladi. Aslida esa uning avgust oyi uchun oddiy pensiyasi 1 million so'm bo'lishi mumkin. Ya'ni yangi qo'shimcha pul emas, odatdagi oylik to'lov. Agar shu narsani tushunmasa, banka borib menga yana 5 million tushishi kerak edi deb ovora bo'ladi. Shuning uchun har bir raqamning manbasini bilish kerak. Ikkinchi misol, bir ota ilgari kamroq pensiya olib kelgan, keyin ish staji bo'yicha eski arxiv hujjatlari topilgan. Masalan,
Uning qo'shimcha 7 yil ish staji tasdiqlandi. Pensiya jamg'armasi qayta hisob-kitob qiladi. Natijada oyga 300 ming so'm qo'shimcha chiqadi. Agar bu farq 5 oy oldingi davrdan boshlab hisoblanadigan bo'lsa, 300 ming so'mdan 5 oy uchun 1 million so'm yig'iladi. Mana bunday holatda 21 million so'm qo'shimcha farq sifatida tushishi mumkin. Lekin bu faqat o'sha odamga tegishli, chunki uning hujjati qayta ko'rilgan. 3-misol. Bir pensioner onaxon nogironlik guruhi bo'yicha to'lov oladi. Tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari yangilanadi. Guruh muddati uzaytiriladi yoki o'zgaradi. Agar tizimga ma'lumot kech kirsa, 1-2 oy to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki kamayib turishi mumkin. Keyin ma'lumot tasdiqlangandan so'ng oldingi oylar uchun yig'ilib to'lanadi. Shunda umumiy summa 3 million, 4 million. Ayrim hollarda 6 million so'mdan oshishi mumkin. Odamlar esa buni hamma pensionerga 6 million berilyapti deb tarqatib yuboradi. Aslida bu alohida holatdagi qarzdorlik yoki qayta hisoblangan to'lov bo'ladi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilada farzand o'qishda davom etayotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Keyin hujjat keltirilsa, to'lov qayta tiklanadi va o'tgan oylar uchun pul jamlanib tushadi. Shunda 6 million so'm degan summa kelib chiqishi mumkin. Lekin yana qaytaraman, bu avtomatik ravishda hamma pensionerga beriladigan pul emas. 5-misol. Bir kishi pensiya yoshiga yetgan, lekin hujjatlarni kech topshirgan. Pensiya tayinlanishida qonundagi muddatlar muhim. Agar ariza belgilangan tartibda berilgan va huquq tasdiqlangan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya o'tgan davr uchun ham hisoblanishi mumkin. Masalan, bir necha oy yig'ilib qolgan to'lov birdaniga tushsa, summa 6 million so'm atrofida bo'lishi ehtimoli bor. Bu ham sovg'a puli emas. Odamning o'ziga tegishli pensiya huquqi bo'yicha hisob-kitob. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, pensiyasi oxirgi oyda kamaygan yoki kechikkanlar. Ikkinchidan, kartasi almashgan pensionerlar. Uchinchidan, boshqa hududga ko'chganlar. To'rtinchidan, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tganlar. Beshinchidan, pensiyasiga staj yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirganlar. Oltinchidan, oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa yoki ijtimoiy yordam oluvchilar bo'lsa, ularning hujjatlari ham tekshirilishi kerak. Men yana bir narsani aniq aytaman. Pensioner bankka borganda xodimdan faqat pul tushdimi deb so'ramasin. To'g'ri savol bunday bo'ladi. Mening pensiya hisob raqamim faolmi? Karta muddati tugamaganmi? Oxirgi tushum qaysi sana va qaysi tashkilotdan kelgan? Chunki ba'zan odam pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida pul boshqa hisobda turadi. Ba'zan karta ishlamaydi, lekin hisob raqamga pul kelgan bo'ladi. Ba'zan SMS kelmaydi, ammo pensiya tushgan bo'ladi. Shuning uchun faqat SMSga ishonish noto'g'ri. Endi istisnolar. Yashirin nuqtalar va odamlar ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi muhim nuqta. Pensiya oshishi bilan qo'lga tegadan pul har doim bir xil oshmaydi. Nega? Chunki ba'zi pensionerlarning qarzdorligi kredit to'lovi, aliment, sud qarori bo'yicha ushlab qolishlar yoki boshqa majburiy ajratmalar bo'lishi mumkin. Agar pensiyaga qo'shimcha hisoblangan bo'lsa ham, uning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Shuning uchun qo'shimcha 1 million chiqdi. Lekin kartaga kam tushdi degan holat bo'lsa, darhol bankdan va tegishli tashkilotdan ushlab qolish sababi bo'yicha ma'lumot olish kerak. Ikkinchi nuqta, har bir pensiya turi alohida tartibda hisoblanadi. Yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik pensiyasi boshqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa. Bundan tashqari, ayrim ijtimoiy nafaqalar pensiya emas. Odamlar esa hammasini bir nom bilan pensiya deb aytadi. Natijada qo'shni olgan pulni ko'rib, men ham olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin qo'shnining holati boshqa bo'lishi mumkin. U nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov olgandir. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olgandir yoki avvalgi oylar uchun qarzdorlik tushgandir. 3-nuqta, yashash manzili va ro'yxat masalasi. Ayrim pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, boshqa tumanda yashaydi. Pochta orqali oladiganlar uchun bu ayniqsa muhim. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, to'lov yetkazishda muammo chiqadi. Bank kartasiga oladiganlarda ham telefon raqami, pasport ma'lumoti va hisob raqami mos kelishi zarur. Masalan, pasport yangilangan. Lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan bo'lsa, ayrim amaliyotlar to'xtab qolishi mumkin. 4-nuqta, arxiv hujjatlari. Ko'p pensionerlar ish staji to'liq hisoblanmaganidan shikoyat qiladi.
Bu ayniqsa 1990-yillar eski korxonalar, yopilib ketgan zavodlar, kolxoz va sovxozlarda ishlagan odamlar uchun dolzarb. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq bo'lsa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda odam menga kam pensiya tayinlashdi deb o'tirib qolmasligi kerak. Arxivga so'rov beriladi. Ish haqi va staj tasdiqlanadi. Keyin pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 5-nuqta. Telefon orqali kelgan xabarlar va firibgarlik. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Hech qaysi davlat tashkiloti sizdan bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini yoki PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir sizga 6,5 million so'm tushadi, kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga bu qoidani aniq tushuntirsin. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank kartasiz rasmi hech kimga yuborilmaydi. Notanish havolaga bosilmaydi. 6-nuqta. Pulni olish muddati. Ba'zan pensioner pochta orqali oladi, lekin uyda bo'lmaydi yoki kasalxonada bo'ladi. Pul kelmagan deb o'ylaydi. Aslida to'lov qaytgan yoki keyingi tarqatish kuniga qoldirilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahalla, pochta bo'limi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi bilan bog'lanish kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma orqali yaqin qarindoshi ayrim ishlarni amalga oshirishi mumkin. Lekin ishonchnoma ham qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. 7-nuqta. Avgust oyidagi to'lovni iyul yoki sentyabr bilan aralashtirmaslik kerak. Pensiya to'lovlari hududlar bo'yicha jadval asosida amalga oshiriladi. Bir tumanda 3 sanada tushishi mumkin. Boshqa joyda, ansanda yana boshqa joyda pochta jadvaliga qarab yetkaziladi. Shuning uchun falonchiga tushdi, menga tushmadi degan gap har doim ham muammo degani emas. Lekin odatdagi sanadan ancha o'tib ketgan bo'lsa, tekshirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasdan turib, eng bu 1 million yoki 6,5 million so'm haqida to'g'ri xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini tekshiring. Bank ilovasidan ko'ring. Bankka boring yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Tushum sanasi, summa va to'lov yuborgan tashkilot nomini yozib qo'ying. Masalan, iyunda 20 million 420 ming, iyulda 20 million 420 ming. Avgustda 20 million 500 ming tushgan bo'lsa, bu oddiy oylik o'zgarish bo'lishi mumkin. Agar avgustda birdan 6 milliondan ortiq tushsa, demak qayta hisob-kitob, qarzdorlik yoki bir necha oylik jamlangan to'lov bo'lishi mumkin. Buni aniqlamasdan pulning sababini tushunib bo'lmaydi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Eng kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida tegishli guvohnomalar, o'qish joyidan ma'lumotnoma va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati farq qiladi. Shuning uchun hududiy pensiya jamg'armasidan aynan sizning holatingiz bo'yicha so'rash kerak. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, mening ish stajim to'liq hisobga olinmagan deb hisoblayman. Falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Arxiv hujjatlarini tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Shunda murojaat ro'yxatga olinadi va javob berilishi kerak bo'ladi. 5-qadam, bankdagi holatni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? SMS xabarnoma ulanmagan bo'lsa ham tushum bor yo'qligini tekshirish mumkinmi? Boshqa kartaga o'tkazish kerak emasmi? Shularni aniqlang. Pensionerning kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, bu ham xavfli. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin. Lekin bank kodlari va karta nazorati pensionerning o'zida yoki qonuniy vakilida bo'lishi kerak. 6-qadam, agar pul kelmagan bo'lsa, vahima qilmasdan sababini ketma-ket tekshiring. Avval bankdan hisobni ko'ring. Keyin pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan so'rang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar nogironlik yoki boshqa maqom bo'yicha to'lov bo'lsa. Tegishli tibbiy yoki ijtimoiy himoya ma'lumotlari tizimga kiritilganmi? Shuni tekshiring.
Ko'p muammolar bitta hujjat yoki bitta ma'lumot yangilanmagani sabab chiqadi. 7-qadam. Farzandlar va nabiralar yoshi ulug'larga amaliy yordam bersin. Faqat borib so'rang demang. Birga boring, hujjatni ko'ring, kartadagi tushumni tekshiring, ariza yozishda yordam bering. Ko'p pensionerlar davlat idorasiga kirib savolni to'g'ri qo'ya olmaydi. Masalan, menga pul bermayapti deyish o'rniga falon sanadan buyon pensiyam tushgani yo'q. Hisob raqamim shunday. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman desa, natija ancha tez bo'ladi. 8-qadam. İnternetdagi xabarni tekshirmasdan ishonmang. Agar xabarda hamma pensioner 6 million oladi deyilgan bo'lsa, darhol savol bering. Qaysi qaror, qaysi sana, qaysi toifa? Qayerga murojaat qilinadi? Rasmiy manba bo'lmasa, bunday xabar odamlarni chalg'itishi mumkin. Men ekspert sifatida doim shuni tavsiya qilaman. Pul haqida gap bo'lsa, faqat aniq huquqiy asos, rasmiy tashkilot va shaxsiy holatingiz bo'yicha tekshiruvga tayaning. 9-qadam. Agar sizga haqiqatdan ham qayta hisob-kitob chiqsa, uning hisobini tushuntirib berishni so'rang. Masalan, qaysi oydan qaysi oygacha, oyga qancha farq, jami qancha deb yozib oling. Shunda 1 million yoki 6 million so'm qayerdan kelganini bilasiz. Bu keyin yana muammo bo'lsa, dalil bo'ladi. 10-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval hududiy bo'limga, keyin tegishli respublika darajasidagi murojaat kanallariga, zarurat bo'lsa qonuniy tartibda boshqa idoralarga murojaat qilish mumkin. Lekin har doim hujjat, ariza nusxasi, javob xati va bank tushumlari saqlangan bo'lsin. Dalilsiz da'vo qilish qiyin. Dalil bilan esa masala ancha aniq ko'riladi. Demak, azizlar, 1-avgustdan pensionerlar uchun 2 million va 5 million so'm degan gaplarni eshitganda darhol bu pul hammaga beriladi deb o'ylamaslik kerak. 20 million so'm kimdir uchun oddiy oylik pensiya bo'lishi mumkin. Kimdir uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. 5 million so'm esa ayrim holatlarda bir necha oylik yig'ilgan to'lov, qarzdorlik, qayta hisob-kitob yoki alohida huquq asosidagi summa bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tekshirish, hisob raqamini tekshirish, pensiya turini aniqlash va zarurat bo'lsa yozma murojaat qilish. Men sizlarga shuni maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning yoki yaqin pensioner qarindoshingizning pensiya tushumlarini tekshirib ko'ring. Karta ishlayaptimi? Hujjatlar joyidami? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Qo'shimcha hisob-kitob bo'lishi kerakmi? Shularni aniqlang. Bitta tekshiruv katta ovora bo'lishining oldini oladi. Sizning hududingizda avgust oyida pensiya tushdimi? Miqdor o'zgardimi? 5 million yoki 6 million so'm bilan bog'liq holat bo'ldimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring.